Assalomu alaykum. YouTube tarmog'idagi qadrdon obunachilarim, do'stlarim. Men sizlarga bugun yangi yana bitta obzor tayyorladim. Xudo xolasa mana shu obzorimizni bir ko'rasiz. Buni otini Losway lampa deydi. Buni maler ustalarimiz, maler masterlarimiz juda ham yaxshi biladi. Bu ishingizni kачествосini, pulingizni narxi shunga qarata qancha ko'tarilishlarini hammasini men sizga batafsil aytib o'taman. Endi men sizga Losway lampani ko'rsataman. Qarang do'stlar, mana buni Losway lampa deydi. Balkim film kelishmayotgandir, lekin Losway lampa deyiladi. Mana bu spesialniy держатель, ya'ni ushlab turadigan, har tomonga 180 gradusga aylanadigan narsa. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, buni narxi 7,5 mingdan boshlanadi. 7,5 mingga mana bunaqa simi yo'q. Bunaqangi to'xtat qiladigan simi bo'lmaydi. Faqat akkumulyator, ya'ni zaryad olinadigan narsa bo'ladi. Bu eng qimmati 15 ming rublligini olganmiz biz. 15 ming rublligini. Chunki nima uchun? Bizda ishimizda kачество shunday договор bo'lganki, kачествоni qilasan, metr kvadratiga mana shuncha narxda beraman. O'zlari bilasizlar. Mana projektorda tekshiradigan bo'lsa, kamroq narx bo'ladi metr kvadrati. Agar siz qimmatroq xohlasangiz yoki boshqa bir kompaniyaga borsangiz, yo'q, bizni ishimiz kачествоli bo'lishi kerak desa, siz narxni qo'rqmasdan bemalol baland narxda aytsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda internetdan, ya'ni sizlardan metr kvadrati necha puldan bo'lyapti malerkani deb e'lon qilsangiz, sizga narxini bemalol chiqarib beradi. Yoki hozirgi paytda Telegram gruppa, WhatsApp gruppalarida bemalol yozishingiz mumkin. Usta malerlar degan gruppalar bor. Men o'zim ham xudo xolasa yaqinda WhatsApp gruppa ochmoqchiman. Shunday maler master degan. Shu gruppaga ссылкасini tashlayman. Ссылкasiga obuna bo'lib qo'yasizlar. Narx-navo, kimda qanaqa ish, kimda qanaqa narsa hammasini batafsil hamma dasturda yoziladigan bo'ladi. Endi bunga keladigan bo'lsak, do'stlarim, buni eng qulaylik tarzi, qulaylik namoyonlari. Bu projektor tutib bir kishi projektordan boshqa yoqqa qilib, mana bunga quyosh tushadigan joylarda qora plyokada yopib olamizda, mana shu bilan ishlaymiz. Shunaqangi istinangiz bilan chiqadi, shunaqangi qulaylik chiqadi. Buni hozir isbotini men sizlarga borib ko'rsatamiz. Hozir bir ustamiz ishlayapti. Men qo'limga olamiz. Hozir ustamiz ko'rsatamiz. Aziz do'stlarim, mana kelingizlar ko'rsatamiz. Mana qarang. Mana bu xuddi men sizga hozir obzor qilayotgan Losway lampa. Bu bizlardagi 15 ming rubllik. Mana ko'rib turibsiz. Stenada nima ayb bor, nima yo'q, hammasini ko'rsatadi, ko'ryapsiz. Bu projektorda juda ham yaxshi, juda ham zo'r. Mana bunaqa musori bormi, boshqasi bormi? Mana bunaqa defektlari bormi? Hammasini ko'rsatadi. Bizlarda hozir mana shu mashinkada shukurga qilayotganimiz sababi grunt to'shni, grunt kraskasini urib, bizlar defekt joylarini remont qilib, qayerda bo'lsa remont qilamizda, qaytadan uni обработка qilamiz. Stenani qayta ishlaymiz. Чтобы tekis silliq chiqadi, чистовой kraskaga. Bizlar spesialni mana shunday Losway lampa zakaz qilib, metr kvadratini ham juda yaxshi narxda olganmiz. Chunki agar biz bunaqangi qiynalib, bunaqangi bir ishda ishlaganimizdan keyin o'zimizda ustachilik narximizni ham normal qo'ysak o'zimizga yaxshi bo'ladi. Ba'zi bir ustalar bor, ish topilganiga shukr deydi. Ba'zi bir ustalar bor, boriga shukr deydi. To'g'ri, hammamizga topganimizga baraka bersin. Boriga shukr, ishni pulni boriga shukr. Lekin o'zingizni mehnatingizni ham ozroqini qadrini biling, do'stlar. Agar sizga kачество talab qilyaptimi, siz ham shunga qarata talab qiling. Siz qo'rqmang. Siz mana biz hech qachon qul emasmiz biz. Biz musofir bo'lganimiz bilan o'z mehnatimiz bilan, o'z kuchimiz bilan pul topayapmiz, do'stlar. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilganim, mana shunaqa Loswaylarni xohlagancha ko'rsangiz mumkin.
xohlasangiz potolokka qo'yasiz. Mana xohlagancha. Xohlasangiz stinaga 90 gradus, 45 gradus, 80 gradusga qo'yiladi. Mana xohlagan bekitimizni ko'rsatib beradi. Musori bormi, boshqasi bormi? Shuning uchun aziz do'stlarim, mana kichkinagina bo'lsa ham obzorchani qildik. Xudo xolasa bizni kuzating. Hamda bizga obuna bo'lib qo'yishni, laykni unutmang. Do'stlar, mana держатели bu отдельникlar. Bu держателning o'zi 1,5 ming rubldan 3 ming rublgacha bor. Ba'zi joylarda undan ham qimmat ham bo'lishi mumkin. Siz izlab topasiz, ya'ni X-marketlardan yoki Amazon yoki Wildberries'lardan. Va biz Amazonlardan qanday zakaz qilishlar, meni profilimga kirib, videolarim bor, videolarni ko'rib bemalol qanday zakaz qilishlarni yozib, bemalol zakaz qilib ko'rishlaringiz mumkin. Yana keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb qolaman. Sizdan faqatgina bittagina laykni so'rab qolaman do'stlar. Xayr, omon bo'ling do'stlar. Keyingi videolarda